Qozog'istonlik 21 yoshli yigit telefonidagi PUBG va Stand-Off o'yinlarini deb o'z oila a'zolarini pichoqladi. Natijada bir kishi vafot etdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, yigit PUBG va Stand-Off kabi o'yinlarni yaxshi ko'rgan va ularni tunu kun o'ynagan. Qotillik sodir bo'lgan kechasi yigit soat 3 gacha mazkur o'yinlarni o'ynaydi va xolasi unga telefonni o'chirib xonasiga kirib uxlashini aytib o'tadi. Ammo yigit xolasini gaplariga kirmaydi va birozdan keyin xolasi yigitdan telefonni o'chirib xonasiga kirib uxlashni yana bir bor iltimos qiladi. Hammani uxlaganidan foydalanib 21 yoshli yigit telefonini qo'yib oshxonaga kiradi va oshxona pichog'ini olib 28 yoshli o'z xolasini o'g'lini uxlayotganidan foydalanib unga 20 marta pichoq sanchiydi. Yigit baqir-chaqirdan uyg'ongan qolgan oila a'zolariga ham pichog'i bilan tan jarohati yetkazadi. Afsuski 28 yoshli erkak kishi, ya'ni xolasining o'g'li olgan tan jarohatidan vafot etadi. Oilaning qolgan a'zolari esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bolangiz o'z telefonida qanday o'yinlarni o'ynayotganiga e'tibor bering va ogoh bo'ling. Hozirgi kunda farzandlaringizni telefonida o'rnatilgan odam o'ldirish va otishma kabi o'yinlar bu vaqt yemiruvchi, asabni buzuvchi va insonni real hayotdan uzib qo'yadigan o'yinlardir. Odam shunday o'yinlarga ko'milib ketsa, u o'z oilasidan uzoqlashib ketadi va jahli tez chiqadigan, ya'ni jizzaki bo'lib qoladi. Hayotdagi maqsadlari va qiziqishlari umuman yo'qolib ketadi. Bu o'yin farzandlaringizni kuchli qilmaydi, balkim ularni vaqtini o'g'irlaydi, asabiy qilib qo'yadi va ongini zaharlaydi. Farzandingizning qo'lidagi telefon bu uning mulki emas, bu sizning mas'uliyatingizdir. Agar u voyaga yetmagan bo'lsa, uni olib tekshirish bu sizning majburiyatingiz. Farzandlar qanday o'yin o'ynayotganligi, kimdan yozishayotganligini ota-onalar bilishi va nazorat qilishi shartdir. Bolani psixikasiga salbiy ta'sir qiladigan otishma va odam o'ldirish kabi o'yinlarni umuman o'chirib tashlang va bunday o'yinlarni o'ynashga ruxsat bermang. Har bir ota-ona voyaga yetmagan farzandini telefonini, parolini bilishga haqlidir. Agarda farzandingiz sizdan telefonini, parolini yashirsa, bu xavfli belgilardan bittasidir. Haddan tashqari o'yin o'ynash bolani jinoyat sodir qilishga olib kelmasligi mumkin, lekin uni ongini buzib tashlaydi. U haddan tashqari agressiv, jahldor va nazoratsiz bo'lib qoladi. Farzandlar bizning kelajagimiz. O'zingizni va farzandlaringizni asrang.